Biz iste'mol qiladigan ovqatlar miyamizni sog'lom saqlashda va xotirani kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun biz bugun miyani ishlashini faollashtiradigan va xotirani kuchaytiradigan 10 ta mahsulotni tayyorlab qo'ydik. Videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Birinchisi yog'li baliq. Yog'li baliq miyaning asosiy qurilish moddasi bo'lgan omega 3 yog' kislotalariga boy manbadir. Omega 3 esa xotirani kuchaytiradi va kayfiyatni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, miyangizni aqliy pasayishdan himoya qiladi. Ko'k mevalar. Ko'k mevalar miyani qarishini oldini oladigan va xotirani yaxshilaydigan antioksidantlarga juda ham boy. Shuning uchun ularni har kuni iste'mol qiling. Brokoli va gulkaram. Bu karamlar tarkibida kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lgan bir qator birikmalar, jumladan K vitamini mavjud. Shuning uchun ularni kundalik taomnomangizga kiriting. Oshqovoq urug'lari. Qovoq urug'lari miya faoliyati uchun muhim bo'lgan ko'plab mikroelementlarga boy, jumladan mis, temir, magniy va sink. Sink elementi asab tizimi uchun juda ham muhimdir. Sink yetishmovchiligi ko'plab nevrologik kasalliklarga, jumladan Alsgeymer, depressiya va Parkinson kasalligiga olib kelishi mumkin. Oshqovoq urug'lari esa bu elementlar yetishmasligida juda ham yordam beradi. Qora shokolad. Bu sizni hayron qoldirishi mumkin. Ammo shokoladlar ichida qora shokolad tarkibidagi flavonoidlar miyani himoya qilishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qora shokoladni iste'mol qilish ham xotirani, ham kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. Yong'oqlar. Ularning tarkibida E vitamini, sog'lom yog'lar va o'simlik birikmalarini o'z ichiga olgan miyani kuchaytiruvchi oziq moddalar mavjud. Ularni har kuni iste'mol qiling. Apelsin C vitaminiga boy va uning tarkibidagi boshqa moddalar miyangizni erkin radikallar ta'siridan himoya qilishga yordam beradi. Tuxum. Tuxum B guruh vitaminlari va xolinning boy manbai bo'lib, ular kayfiyatni tartibga solish va miyani to'g'ri ishlashi va rivojlanishini rag'batlantirish uchun juda muhimdir. Ko'k choy. Ko'k choy miyangizni qo'llab-quvvatlaydigan ajoyib ichimlikdir. Uning tarkibidagi kofein hushyorlikni oshiradi. Antioksidantlar esa miyani himoya qiladi va sizni dam olishingizga yordam beradi. Bugun aytgan mahsulotlardan qay birini ko'p iste'mol qilasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Va miyangizni kuchaytirish uchun bizni boshqa videolarimizni ham tomosha qiling. Ko'rishguncha.